aholi orasida vahima uyg'otuvchi videolarni tayyorlash va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish javobgarlik keltirib chiqaradi. Javobgarlik bo'lganda ham jinoiy javobgarlikka tortilib 8 yilgacha qamalib ketishingiz mumkin. Xabaringiz bormidi? Xabaringiz bo'lmasa obuna bo'lib qo'ying. Hozir men sizga tushuntirib beraman. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-1-moddasi jamoat xavfsizligiga, jamoat tartibiga tahdid soluvchi videolarni, ma'lumotlarni, materiallarni tayyorlash, tarqatish, namoyish etish deb nomlanib, unga ko'ra aholini kayfiyatiga ta'sir qiluvchi, aholini xalq orasida vahima uyg'otuvchi har xil videolarni tayyorlash va ijtimoiy tarmoqlarga chiqarish javobgarlikka sabab bo'lib, bazaviy hisoblash miqdorini 400 baravarigacha jarima solishga yoki 3 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishga sabab bo'ladi. Ya'ni o'sha vahima uyg'otuvchi videolarni, materiallarni tayyorlab ijtimoiy tarmoqlarga chiqargan shaxslar 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Sababli hurmatli fuqarolar, asoslanmagan ma'lumotlar qo'lingizda bo'ladigan bo'lsa, rasmiy saytlar, rasmiy manbalar bular haqida xabar bermagan bo'lsa, o'zingizdan o'zingiz qanaqadir videolar tayyorlab ijtimoiy tarmoqqa chiqarmang, aholi orasida vahima uyg'otmang. Aks holatda javobgarlikka tortilib ketishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.